Yo, assalomu alaykum. Sizlar bilan Mr. Ergash. Sizlarni o'zim YouTube kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan xuddi shunaqa juda ham trendga sababchi bo'lyapti turgan teleskop Sprunki yo'nalishini qanday qilib videolarni tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Bu teleskop Sprunki yo'nalishi hozirgi kunda juda ham zo'r prosmotr beryapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'zi 21 soatda misol 2700 kuniga 3 tadan video kanal yuklayapti bu kanal va bir kun ichida 7000. Vahşi dahshat. Men aytdim, bir kun ichida 10000, bir kun ichida 4300, 2 kun ichida 4700, 2 kun ichida 123000 prosmotr. Akalar, buni eripayman. Men o'zim xuddi shunaqa kanal qilaman va sizlarga hozir shuni montajda skrinshotini qo'yib ketaman. Buni o'zi auditoriyasini Amerika o'rgatadi. Erpayman $1 baland bo'ladi. Keyin $1 deb hisoblaylik. $1 hisoblasak ham 123000 prosmotr. 123000 prosmotrga YouTube $123 pul to'laydimi akalar? 2 kunda $123 ishlayapsizlar. Mayaqdagilarni hisoblasanglar, mayaqdagini ham ko'ringlar. Misol, bu oylik qanchadan beryapsizmi? Oylik 436 ming. Mayaqdasiga 8 daqiqalik video yuklab turgan paytlaringda 130 ming, 170 ming prosmotr bemalol yetadi. Soatlarni ham obunachilarni ham to'ldirib beradi. Va bu kanal bor yo'g'i 2 hafta ekanlar. 2 haftada monetizatsiya shartlarini bajarib, bu misol monetizatsiya ham bor deb o'ylayman. Hozir programmalarni bu Gmailga o'rnatmayman. Keyingi videolarda o'sha programmalarni ham o'rnatib, ya'ni bilasizlar, VidIQ va boshqa programmalar bor. Shu programmalar orqali monetizatsiyasi bormi, yo'qmi, oylik qancha prosmotr olyapti, shularni ham tekshirib o'tamiz. Men o'zim shaxsiy rekordim 25 soatda monetizatsiya shartlarini bajarib bo'lganman. Endi bu kanal 2 haftada misol tayyor qildi. Balkim 7 kundadir. Endi ko'ramiz. Akalar, ko'ringlar. Prosmotr vaqti dahshat. Va bunday kanallarda qanday qilib topishdi? Endi hozir sizlar bilan birma-ketni ko'rib chiqamiz. Bizga hozir mana ko'ringlar, mana hozir Silver Ilmma degan kanal bor ekan. Sizlar bilan noldan gaplashamiz. Shuni yozamiz mana ikkimiz. Silver Ilm. Mana. Shu kanalga o'tamiz. Shu kanal xuddi shunaqa videolarni tayyorlaydi. Ya'ni shorts variantda tayyorlaydi. Sizlar nima qilasizlar? Har bitta shortsini olib olasizlar. Mana o'zi ko'p emas, Sprunki deb 10 tacha bor xolos mana. Har bittasini olib olasizlar. Olganlaringdan keyin xuddi o'zlaring bilan konkurensiya bo'lgan kanallarda shuni ochib olasizlar. Ya'ni noldan mana shu kanal misol uchun shuni boshladik. Bizga nima kerak? Birinchi o'rinda ready degan green screen kerak. Ya'ni boshda ready deb boshlanyapti. Men kompyuterda ko'rsatyapman. Endi sizlar telefondan ham qilsanglar bo'ladi. Bemalol misol topsanglar bo'ladi. Misol ready green screen deb yozasizlar shu yerga. Ready green screen deb yozsanglar, o'sha ko'p lari chiqib keladi. Endi men maksimum bir xil qilishga harakat qilaman. Ya'ni kanallar bilan. Misol mana ko'rishlaringiz mumkin, shu bir xil. Olamiz. Olib turib yuklaydi bot bor bizda. Misol yuklaydi botga. Buni tashlaymiz. Tashlaganimizdan keyin mana 720 formatda biz yuklab olamiz va men hozir kompyuterda qanday qilib montaj qilishni ko'rsataman sizlarga. Ctrl Shift bilan endi birdaniga bosasizlar, shu yerda ochsanglar yangi fayl ochiladi. Telefonni qilsanglar ham bo'ladi. Misol telefonda ham galeriyaga saqlanib qolib, bemalol ishlataverasizlar. Endi men asosan kompyuterda ishlayman, shuning uchun kompyuterda sizlarga montaj qilishni ko'rsatyapman. Va bu yerga nima deb yozamiz? Kanalimizning misol uchun nomini yozib qo'yamiz. Misol Teleskop Magic mi? Teleskop Magic misol bizning kanalimizning nomi. Bosdik. Va bu yerga men iloji boricha formatlayman, ya'ni fayl qilib chiqaman. Va bu yerga yana Ctrl Shift endi bosib green screen deb yozamiz. Green screen deb ichiga kirgizib qo'ydim va bu yerga ready deb yozib qo'yamiz. Ready deb yozib qo'ydik. Tushdi.
O'tamiz. Don't forget. Misol ba'zi payt bilasizlar, green screenlarni nomini bilmay qo'yasizlar. Shu payt bitta screenshot qo'ya olasizlar shu yerda. Men shuni screenshot qo'ya olaman-da. Mana bu yerda Google'da qidiradigan jeti bor. Shu yerga bitta control kelar, birinchi saqlanib qolishimiz kerak ekan. Kompyuterimizga saqlanib qo'yamiz-da. Keyin shu yerga tashlasak, yo'lga tashlasak, bizni shu personajning nomini chiqarib beradi. Mana. Ko'ryapsizlar mana. Shuni nomi shunaqa ekan, masalan mana. Neighbor. Misol mana nomini shuni saqlanib qo'yamiz-da, Ctrl S qilib bu yoqqa o'tamiz. Mana bu yerga yozuvchi qo'shaylik. Green screen deb yozsak mana. Ko'ryapsizlarmi? Screenshot qildik, nomini topdik va qo'ydik. Mana o'sha screenshot green screen. Don't forget to like and subscribe. Nima qilamiz? Shuni ham linkini olamiz va bu yerga tashlaymiz. 1080 da bo'lgan. Keyin kachesini 700 olaylik. Olib yana o'sha qani biza Tiles of Naka Files normal Tiles of Magic Green berganda obuna bo'ldi yozgan. Xohlaganlarda yozaverasizlar. O'zlarining misol nomlari esinglarda qolsa bo'ldi va bu akalar bu boshlang'ich odamlarga, professional insonlar uchun emas. Misol kanalimiz ochilganiga endi 3 kun bo'ldi. 3 kun ichida ikkita video darsi ketib boshladi. Va bu 3-video darsimiz. Buni professional odamlar uchun emas. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Sizlar kirib olib, oddiy narsani o'rgatyapsanmi, shuni ham dars qilasanmi demanglar. Ular nol odamlarga, kursi yo'q, pul sotib ola olmagan odamlarga bitta shuni orqasidan mindset orqali misol kanaldan pul ishlasa, ma'lum bir miqdorda oilasini tebratadi. YouTube'ga qiziqish ortadi. Shuning uchun darslar qilinyapti. Oddiy narsani ham ko'pchilik kommentariyada shunday yozadi-da, oddiy narsani ham o'rgataverasanmi deb. Bu oddiy, shuni ham ba'zi odamlar pul qilyapti, soqqa qilyapti. 100 ming, 150 mingdan deb kurs qilib shu narsalarni, oddiy narsalarni o'rgatyapti. Men tekinga qilyapman. Prosta aytganim bu boshlang'ichlarga. Get to like and subscribe. Oldu. Endi X minus Y green screen deyapmiz. X minus Y green screen. Mana. Kelib chiqdi. Buni ham yuklayli botimizga tashlaymiz. Va buni ham 780 da X minus Y deb buni green screen deb saqlanib qo'yamiz. Hop, bu nima qilyapti? Hozir ozgina green screen o'tib ketib qoldi. Ya'ni buni ham nomini bilmayman ekan kelar to'g'risi. Shuni olamizda tashlab ham nomini bilishimiz kerak. Ja bo'lmasa ChatGPT ga tashlasanglar ham ChatGPT ham nomini aytib beradi. Shuni rasmini tashlaysizlar, shu nima deb bersanglar ChatGPT ga yozib beraylik, nima ekan? Chavamız ingliz tilida eng o'ziga deb yozsanglar, ingliz tilida chiqadi. Shu yerga misol qo'l deb yozaylik, stay ekan. Qo'l maytib, uni deymiz. Keyin misol yozamiz. Endi green screen deb yozsak, turli xillari kelib chiqadi. Misol mana topdik. Buni ham xuddi shunday qilib tashlaymiz.
saqlanib olamiz. Bu yerda o'sha aytganimizdek qo'l va to'g'ri. X green screen deb yozaylikda chiqishi kerak shunda. X green screendan oldida to'g'risi ham chiqishi kerak. Faqat X mana chiqdi. Buni ham olamiz. Buni ham tashlaymiz. To'g'ri deb yozib qo'yamiz. Chiqdi. Hop, bu yerda nima qilyapti? Bitta teleskop va bu yerda mana shu narsani qaysi kanaldan olgan edik ha. Misol qaranglar, boshdan boshlaymiz. Shuni olamiz. Bizga 4 dona kerak. 4 dona shunaqa teleskop videosini olamiz. Teleskopning sprung videosini olamiz va bu yerda misol bu yerdan Ctrl Shift ni bosib sprung deb yozib olamiz. Yozib olganimizdan keyin misol bunga 1 deb nom qo'yamiz. 1 deb nom qo'ydikmi? Keyin bunisini olamiz misol. Bunisini oldik. 1 deb nom qo'ydikmi? Keyingisiga 2 deb nom qo'yamiz. Bunisini ham olamiz. 3 deb nom qo'yamiz. 3 deb nom qo'ydik. Endi oxirgisi shu 4-sini olamiz. Oldik va bunga qo'yamiz va 4 deb nom qo'yamiz. Endi bitta o'ynalgan teleskop videosi kerak. Buni oddiy telefonlaringda o'ynab, o'zlaring kompyuterlaringga tashlab olasizlar. Yo bo'lmasa telefonda o'ynagan bo'lsanglar, montaj qilyap turgan narsalar telefon bo'lsa, telefonda ham qo'shib ketaverasizlar. Montajga men o'ynab ko'rsatib o'tirmayman. Bo'ldi, green screenlar bir xil bo'lishi shart emas. Xohlagan green screenlarni qo'yaverasizlar. Bizga hozir 4 talik ramka kerak va o'ynalgan teleskop va sprungini coffee lens kerak. Coffee lenslarga ham bir ozgina mehnat qilib to'plab olsanglar bo'ladi. Ya'ni 4 ta nima desam bo'ladi. Coffee lensda 1 2 3 4 deb hadeb ishlatolmasdan bir 20 ta o'zlaringga sprungini coffee lensini qilib olinglarda, keyin ularda o'rinlarni almashtirib qo'yinglar. Shunda sizlarning kanallaring yaxshiroq yuradi. Menda shu narsa tajribadan o'tgan. Va hozir bekka nima deb yozamiz? Hozir sprungi coffee lens deb yozamiz misol. Dunyoda coffee lens chiqib ketadi va har doimgidek filtrdan biz o'zimizda har doim qiladigan filtrimiz 3.25 gacha shu yil qilaveramiz. Populyarность. Aytam populyarность belgilab qo'ysanglar, eng ko'p prosmotr olganlarda kelib chiqadi. Ya'ni bizga coffee lens videolar kerak. Mana misol olamiz, buni ham o'shanda yuklayga tashlaymiz. 1080 ga tanlaymiz. Va bu yerga coffee lenslar deb ochib qo'yamiz. Shunaqa qilib ishlaringni tartibli qilsanglar, ertadan keyin baza qilyapti. Shunaqa baza qilyapti. Ertadan keyin topib olishlaringiz oson bo'ladi va kimgadir buni jo'natmoqchi bo'lsanglar, sizlar jo'natganlaringiz ham juda ham ideal holatda jo'natiladi. Ya'ni coffee lensini qayerga qo'ydim, green screenni qayerga qo'ydim degan narsalar bo'lmaydi. Oddiygina shu teleskop Magic'da shuni zip qilasizlar va Telegramga tashlab qo'yasizlar. Bo'ldi. Sizlarga ham, olyapti turgan odamga ham anchagina oson bo'ladi. Kirgizamiz. Bunga ham 1 2 3 deb nom berib ketaveramiz. Xohlagan nomlarni belgilang. Endi men raqam bilan belgilasam o'zimga qulay. Bundan keyin adashib ham ketmayman. Muammoyman. Qidiramiz yana. Mana bu kanal ham misol hozir mana biz ko'rsa yo'nalishimiz bir kun ichida 173 ming prosmotr. Ko'ryapsizmi? Shu ideal. Uchta nomlar qo'yamiz.
Sizga hozircha endi namuna uchun men sizlarga ko'rsatib turaman. 4 dona qo'yaman xolos. Sizlar yana ko'paytirasiz. Ya'ni bir 20 ta qog'ozlar aytganimda yaxshiroq. Anchagina misol nima desam bo'ladi. Ba'zalaring tayyor bo'ladi. O'zini ozgina kutaylik, yuklanmoqda deyapti. Ungacha bizga nima kerak bo'ladi? Ramkalarda ham yo'qlarda tashab qo'yaman Telegramga. Telegramdan ham qilib saqlanib qolasizlar va bizga hozir ketmoqchimiz. Ketib ochganlar new project qilasizlar va importga nima uchun fayl qilib olaman. Bitta bosaman, fayl bilan tushadi. Ben yerda 80 ta narsa olib ketmaydi. Ko'rasizlar, birontalarda 80 talab narsa olib ketadi. Muammo. Hozir endi meni baza yuzasidan ramka bo'lish kerak. Raмкani kichkinasini tanlaymiz. Va o'ynalgan taraf kerak bizga. O'ynalgan taraf. Tashadi. Va qaraylik. Biz ikkita qilib olamiz hozir. Proyektni, ya'ni projekt. Bitta preview uchun, bitta video uchun. Hozir men shunchaki mana bularni qo'yaman xolos. Bitta qo'yaman va qirqaman. Mana bu yerda kepkat qirqadigan joyi bor. Bu yerdan sekin yo'qlab qirqaman. Iloji boricha shunga mos tushishi kerak. Bu zo'r mos tushdi. Va mana bu yerga qo'ydim va shundan 4 dona qo'yib olaman. 4 dona qo'yildi va bizning videolarimiz mana bu yerdan qirqib tashlaveramiz. Ya'ni mana bu 20 soniyalik yetadi. Bu preview uchun ekan. Ramkani cho'zib qo'yamiz. Ramkani cho'zganimizdan keyin bu birinchida turibdi, mana bu ikkinchi. Endi buni 2 ga olib boramiz. 2 ga olib bordik, buni 3 ga olib boramiz. Uchinchisiga olib bordik va oxirgisini 4 ga olib boramiz. Ozgina suramiz. Manetdan sursak. Surildi. Ramkani ham bitta Ctrl S Ctrl V qilamizda. Qo'yildi. Endi qaranglar, to'lasi bir xil bo'ldi-ya. Ikkinchisini olib boramiz mana. Replace, ya'ni almashtirish. Bitta bossak almashdi. Uchinchisiga olib boramiz. Bitta bossak almashdi. To'rtinchisiga olib boramiz. Bitta bossak almashdi va qaranglar. Biz bu yerdan bo'ldi. Boshqa narsa qo'shmaymiz. Bitta bosamiz va export. Bu yerda mana bu hozir qayerga saqlanib qilyapmiz. Export to degani saqlanib qiladigan joy. Biz yana o'sha haligi chetimizni topamiz. Magic'ni topib, bu yerga Ctrl Shift endi bosib preview deb qo'yamiz akalar. Preview ichiga olib kirib, qaranglar, bu yerda juda ham muhim joydir. Bu yerga ham preview deb yozib qo'yamiz. Xolasizlar Dilshod deb yozib qo'ying. Dilshod deb yozib qo'ying misolni. Export qildim. Bo'ldi. Tushdi. Tushgandan keyin yana bitta yangi proyekt ochamiz va bu yerga birinchi mana shu previewni tashlaymiz va mana shu narsamizni tashlab olamiz. Tashlaganimizdan keyin bizga birinchi o'rinda previewimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rdinglar, preview tayyor bo'ldi. Va bu sizlarga hozir shablon qilish ham tayyor bo'ladi. Ya'ni bittagina previewni o'zgartirasizlar va turli xil joylarni o'zgartirib qo'yasizlar. Buni ham ko'rsatib o'taman. Endi bizga green screenlarda qo'yib olishimiz kerak. Qanaqa edi? Bir eslab olamiz. Boshdan. Don't forget to ready deb yozamiz. Qarang, ready deb qo'yib oldik. Zo'r adashib ketibmiz. Remove qo'ydim. Ustiga bosilgan holatda remove pagiga o'taman. Ixtamakiga bosib, mana yashil narsani berdim va sizlar endi mana bu yerlardan to'g'ri olsanglar bo'ladi. Endi meni CapCut Pro bo'lgani uchun Pro funksiyalardan foydalanaman va videoim sifatli chiqadi va sizlarga ham shu Pro funksiyadan foydalanishni tavsiya beraman. Darsligimiz o'zi ham 19 dakika bo'ldi. Bo'ldi. Yetadi. Tashlaymiz. Va bizga mana bu biratan kerak. Buni ham qo'yib olamiz. Don't forget to like and subscribe. Bo'ldi. Biratan qo'ydik-a. Endi mana bu.
buni ham ustiga bir marta bosib hamakey yashilni belgilaymiz, to'g'rilab chiqamiz, qo'ydik. Ovoz jetini tashlaymiz va mana bu bizga qo'yilgan jet kerak. Jetda ham hamakeyni bosib o'zgartirib tashlaymiz va mana buni ustiga olib borib qo'yamiz. Ovozni topolmadim to'g'risi, hozir ovozni ham ishlab tursa ancha vaqt ketadi. Ovozni videoni ichidan ham qilib olsanglar bo'ladi. Qo'ydik va mana bunimizni qo'yamiz. Shunday bo'ldi. Shu yerda o'zi kerak va buni ham hamakeyga tashlaymiz. Bordik. Bu yerga olib qo'yamiz. Olib endi bizga sprung kiyimiz kerak. Mana shuni qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin qirqamiz har doimgidek. Bizning shu yerdan bir qirqib razmer to'g'rilayveramiz va hozir razmerimiz ozgina kichik kattaroq olibdi, kichikroq olibdi. Yana ozgina shu asab buzadigan jet shu yerda. Jetni to'g'rilagancha ozgina asab ketadi, qo'yganimiz yaxshi. Shu yerga bosamiz va ramkamiz kerak. Ramkamizni ham tashlab olamiz. Ramkamiz qanaqa? Baza ramka kichkina qo'yamiz buni. Qo'ydik, mana yopildi. Va bunimiz qancha davom etar ekan? Davom etsa, biz ham shu yerga ramkani surtamiz va o'ynalgan teleskopimizni qo'yib olishimiz kerak. O'ynalgan teleskopimizni qo'yamiz. Buni ham ozgina qirqamiz. Katta ham qo'yamiz. Jetida tursa ham bo'ladi. Qo'ysak, bilmayman, bu yerdan qirqishimiz kerak ekan demak. Yana. Ha, bo'ldi. Va mana qarang. Xuddi avvalgi mana bu bilan bir xil bo'ldi. Faqat buni bu yoqqa ko'chirib qo'yamiz. Ko'rdinglar, bir xil bo'ldi. Faqat unda nima bor? Hozir ko'rsataman. Mana bunaqa effekt bor. Qarasam, mana effekt bo'lgan. Bu oddiy. Mana effekt bo'limidan ham topsanglar bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda qidiramiz o'sha effektni. Mana shu yerlarda bo'lar edi. Endi u bilan birga shunaqa narsasini qo'ymaganman narigi o'zim kanalimda. Lekin sizlar bilan hozir topamiz. Effekt bo'limida bo'ladi. 100% effekt bo'limida aniq bo'ladi. Chunki taxminimcha shu yerda. Taxminimcha shu qizda ko'rdim men shu effektni. Topib bo'ladi. Va shu kepkat ichida akalar. Qachon topib qolaman? Bo'lmasa shu topgan jetimni 40 anaqa qo'raman. Tezlashtirib
Biz mana bunaqa qilib ko'ramiz. Biz shu kepkatkichdan topsanglar bo'ladi. Yalnız. Bunu map qo'ysak yaxshi. Ready da. Ready. Qo'ysanglar ham qo'ymasanglar ham bo'ladi. Kirish topolmadim. Mana shu kepkatkichdan o'zlaring topib olasizlar endi. Hop. Qo'yildi. Va buni Ctrl S, Ctrl V qilamiz, bu yoqqa cho'zamiz. Qo'yildi va bizga Sprunky'imiz kerak. Sprunky'ni ovozini o'zgartirib qo'yishimiz kerak ozgina. Yetadi. Uzoqroq. Va mana bu yerdan sizlar 25% qilsanglar, tepadagi jet bilan bir xil bo'ladi. Mana. Bir xil bo'ldi. Bo'ldi. Va orqasidan ham yana xuddi shunday harakatlarda davom etamiz. Ya'ni Ctrl S qilamiz, Ctrl V qilamiz. Mana yerda qolib ketib qolibmiz. Faqat qaranglar. Bunda mana buni bu yerga o'tkazamiz. Va ramkamizni cho'zamiz. Shunday qilib 4 tani qo'yib olasizlar. Keyingisi 49 soniya ekan, biza 44 soniya olamiz. Buni ozgina bu yerga suramiz. Va buni ham suramiz. Buni ham suramiz. Va ko'fingesimizga buni o'zgartirib qo'yamiz. Shularni bunday qilib turib, audioga kirib, voice change'dan echo shu narsalar qo'shib qo'ysanglar, avtorskiga tushmaydi. Qo'ydik. Qo'yib bo'ldi. Dastagini cho'zamiz. Ctrl V yana. Birinchisini 3 kap kelamiz. Kap kelganimizdan keyin uchinchisi bo'yicha 1 daqiqadan oshiqroq ekan. Uni ham cho'zamiz. Cho'zib olib turib, bilan bir xil qo'shishimiz kerak. Bo'ldi. Yo'q, aytgancha bu narsalarni ham o'zgartirishimiz kerak. Bir xil belgilab olib, buni betga o'tib qo'yasizlar. Esdan chiqib qolishi. Buni ana bu yerga o'tib qo'yasizlar. O'tib qo'ydinglar, Ctrl V qilamiz yana. Mana buni o'zgartiramiz. Buni bu yerga qo'yamiz. Va ramkamizdan cho'zilishi kerak. Mana shu yerda bu yerda o'zgartiramiz. Buni bu yerga qo'yamiz va mana buni mana bu yerga o'zgartiramiz. Va mana bu o'ynalgan teleskopimizni misol mana bu yerga o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Mana ko'ringlar, mana eslab qolinglar. Mana ko'fingeslarimizni shunday o'zgartirib tashlaymiz hozir. Prosta qo'yib yubordim ko'fingeslarda. Sizlar nagli hammasini o'zgartiringlar. Men prosta ta'lim, o'rgatish ma'nosida shu narsalarni qildim. Qaranglar. Shunday holatda turibdi va men buni saqlanib qo'ydim deylik. Yangi video yasamoqchiman. Yangi videoda chiqamda avvalgi mana bunga kiraman. Kirib turib, Sprunky'ga joylarni o'zgartirib tashlayman kelar. Misol, shuni 1 ga qo'yaman. 1 ga qo'yganimdan keyin 2 ga qo'yaman. Buni oxiriga qo'yaman. Buni oxiriga qo'yib, buni 3-chiga qo'yib qo'yaman. Mana o'zgardi. Endi qarang. Shu yerdan bitta o'sha chetimizni belgilab olaman yana. Preview degan chetga tashlasin. Va mana yana
o'sha Dilshod deb yozib qo'ying. Bir xil bo'lsin yozishimiz va eksport qilaman. Mana almashtirib yuboraymi, bir xil nom bor shu bilan. Ha, almashtirib yubordik. Va katta video yasaganimizga kiramiz. Kirsak mana ko'ryapsizlar, joylar avtomatik o'zgarib qolgan bo'ladi. Va mana sizlardan nima qoladi? Mana bu joy naqalarni o'zgartirib qo'yasizlar, videolarni. Mana bu Sprunkini videolarini va mana bu Coffin Dance'larni o'zgartirib qo'yasizlar va men hozir green screenlar qo'ymayapman. O'ynalgan xolisinglar mana bu yerlarga green screenlarni o'ynalganlarni qo'yasizlar va sizlarga tayyor mana shablon. Bemalol shablonda mana videoni o'zgartirganda green screenlarni o'zgartirib qo'yasizlar. Bo'ldi. Shu bilan shunaqa video yasashimiz tayyor bo'ladi. Bemalol yashab. Xuddi shunaqa videolarni yasab soqqan olsanglar bo'ladi. Darsligimiz o'zi ham 31 daqiqa bo'lib ketibdi. Endi boshida shunaqa qiynalasizlar, keyin bitta shablon qo'yganlaringdan keyin ko'rdinglar, qanaqa darajada oson. Xuddi shunaqa oson videolarni yasab yuraversizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat. Sizlar bilan Mr. Ergashev bo'ldi. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, soqqan olsanglar.